Assalomu alaykum ahli gruppa. Bugun sizlarga mana Swissgrow'ning original gellaridan bo'lgan 3/25, ya'ni vegetatsion geli to'g'risida ma'lumot beramiz. Ushbu gelimiz o'simlikni xohlagan fazasida berishingiz mumkin. Ekin tanlamaydi, nihol tanlamaydi. Dehqonchilikda ochiq dala va issiqxonalarda bemalol qo'llashingiz mumkin. Har qanday fungitsid, insektisid va akaritsidlar bilan birgalikda qo'llasangiz ushbu preparatlarning samaradorligini 30% gacha oshirib beruvchi ushbu gelimiz o'sishni boshqaradi. O'simlikni hosilga yotqizishda, hosilni yetiltirilishda o'zini muhim rolini egallaydi. Zero mana tarkiblarini ko'rishingiz mumkin. 3/25 asosiy ko'rsatkichi azot, fosfor, kaliy, qolgan makroelementlar bilan tashkil topgan. Ushbu gelimiz to'g'risida to'liq ma'lumot va bepul maslahatlarni quyidagi raqamlardan olishingiz mumkin. Agromer Namangan jamoasi sizlarga